Oltiariq tumani Ustoz mahalla fuqarolar yig'ini yoshlari to'liq 5 tashabbus.uz platformasiga qamrab olingan bo'lib, 600 nafar yoshlar musobaqalarda doimiy ishtirok etadilar. O'tgan yillar davomida ular ushbu musobaqalarda faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqdalar. Hozirda sportda yengil atletika turi bilan shug'ullanib kelaman. Mahallamizda yengil atletika turiga qator sharoitlar yaratilgan. Misol uchun 2022-yil 1-o'rin, 2023-yil 3-o'rin va bu yil bo'lgan 5 tashabbus olimpiadasida mahallamiz yengil atletika sport turidan faxrli 2-o'rinda edi. Qatorasiga 3 yil davomida yetakchilar qatorida kirib kelmoqda. Hozirda yutib olingan street workout maydonchasi qurilishlar davom etyapti. Yengil atletika bo'yicha ushbu mahalla yoshlarining erishayotgan yutuqlari zamirida intilish va hamjihatlik mujassam deydi yoshlar vakillari. Yaratilgan imkoniyatlar tufayli chekka qishloqdagi mahallalarda yangi sport maydonchalari qad rostlamoqda. Bu esa yutuqlar bardavomligini, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi ommalashishini ta'minlaydi.